Assalomu alaykum do'stlar. Haftagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan podvolni planini, ya'ni proyektini chizib o'tamiz. Xo'p, bizdagi podvoldagi plan umumiy kolonnalardan tashkil topgan va zina bor. Bu narsani boshdan chizib o'tmaymiz. Birinchi etash plan proyektimizdan kopiya olib, ya'ni CO probel olib, yoniga devorlarni, derazalarni, keraksiz derazalarni o'chirib chiqamiz. Bu yerdagi devorlar bizga kerak emas. Delete. Va bu yerda ham kerak emas, delete. Bu yerda bizda oyna podvolimizda yo'q, ya'ni mavjud emas. Uni ham delete qilamiz. Xuddi shunday, ya'ni ikkiga bo'linib qolgan layerlarni bittasini o'chirib tashlab, TR probel shiftni bosgan holda uni yetkazib qo'yamiz. Mana buni ham o'chirib, shiftni bosib tepaga yetkazib qo'yamiz. Bu yerda hop line, ya'ni F probel, R probel, 0 probel qilib ikkita line ni birlashtirsak, mana xuddi shunday devor yopiladi. Kolonnalarni o'chirmaymiz, sababi u asosiy devorlarni ushlab turadigan to'sin hisoblanadi. Buni delete qilib TR probel oxirigacha yetkazib, O probel orqali 400 ichkariga tortib chiqamiz. TR probel o'chirib yuboramiz. Xo'p, umumiy qiladigan ishimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.